Tasavvur qiling, dunyo allaqachon keskinlashgan. Yaqin Sharqda vaziyat tobora qizib bormoqda. So'nggi kunlarda Iran va Isroil o'rtasidagi keskinlik yangi bosqichga chiqdi. Agar bir kun kelib Iron yadro qurolidan foydalanadigan bo'lsa, bu nafaqat mintaqani, balki butun dunyoni larzaga keltiradi. Ammo savol tug'iladi. Bu holat O'zbekistonga qanday ta'sir qilishi mumkin? Birinchidan, global iqtisodiy zarba. Yadro quroli ishlatilishi ehtimoli paydo bo'lsa, dunyo bozorlarida vahima boshlanadi. Neft narxi keskin oshadi. Chunki Persian ko'rfazi dunyodagi eng muhim neft yo'llaridan biri hisoblanadi. Bu esa benzin, gaz va boshqa energiya narxlarining ko'tarilishiga olib keladi. Natijada bu holat Markaziy Osiyodagi davlatlar, jumladan O'zbekiston iqtisodiga ham ta'sir qiladi. Ikkinchidan, xavfsizlik masalasi. Yadro quroli ishlatilishi butun dunyoda harbiy bloklar o'rtasidagi keskinlikni kuchaytiradi. Bu jarayonga yirik davlatlar, masalan, United States, Rossiya va China aralashishi mumkin. Agar mojaro kengaysa, Markaziy Osiyo ham geosiyosiy bosim ostida qolishi ehtimoldan xoli emas. Uchinchidan, ekologik xavf. Yadro portlashi radioaktiv bulutlarni yuzaga keltiradi. Shamollar orqali bu radiatsiya minglab kilometr masofaga tarqalishi mumkin. Tarixga qarasak, Chernobil disaster paytida radiatsiya butun Yevropaga tarqalgan edi. Shunga o'xshash holat yuz bersa, uzoq hududlar ham zarar ko'rishi mumkin. To'rtinchidan, xalqaro siyosiy muhit o'zgaradi. Agar yadro quroli ishlatilsa, bu insoniyat tarixidagi eng keskin voqealardan biriga aylanadi. Bunday vaziyat global diplomatiya, savdo va xavfsizlik tizimlarini butunlay o'zgartiradi. Natijada ko'plab davlatlar, jumladan O'zbekiston, yangi strategiyalar ishlab chiqishga majbur bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, yadro quroli ishlatilishi faqat ikki davlat muammosi emas. Bu butun dunyo uchun xavf. Va bugungi global dunyoda hatto minglab kilometr uzoqda joylashgan davlatlar ham bunday voqealarning ta'siridan chetda qolmaydi. Savol esa ochiq qolmoqda. Dunyo bunday ssenariyga tayyormi?